Yo, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan o'sha faol play. Hozir bizlar bilan birga Keker va Salom Muzaffar. do'stlar, obunachilar. Har doimgidek KK 535 sizlar bilan. Qani ketdik. Mana survivalni boshladik. Men biroz daraxt yeb qo'ydim. Sizlar kirishlaringizni olin. Kuchayverish kerak, olmasa topamiz. Qiynashov. Bitta verstakcha yasayman. Endi mana bu yerga qo'ysam. Cho'p kirka olamiz. Muzaffar ham shu yerda. Gapirolmaydi lekin. Muzaffar do'stim. Versak yasab qo'yganmidi? To'g'ri. Ha, versak o'sha yasab qo'ydim. Men toshaqani tushdim-da. Unda tosh qolib ketdi. Asta-asta toshib kuchayapman. Kuchayish yaxshida. Sizdan bir daraxt chopdingizmi, Keker? 11 ta taxtam bor. Bitta daraxt chopdim. Ket tushyapti. Qo'y topamiz. Topshiriqlar bo'lib olganimiz yaxshi bo'ladi. Qo'y, lekin anavi bor-ku, sizlarga bitta maslahat. Qo'yni o'ldirganlaringizda qo'y maxluqqa aylanishi mumkin. Men qo'rqmayman. Birovingdan shu bitta mod qo'shgan shunaqa bo'ladi. Qo'rqmasdan birga sotishganmiz. Bitta ko'ring uni. Lekin uni bitta ko'ring. Mazza qo'rasiz. O'ynaymiz-da unda, qo'rqmaymiz. Digamiz. Qayda? 3 kishi rival qilyapti. Qaysizlar? Men qochib ketdim. Qani Keker, pastga tushiraymi men? Muzaffar pastga. Bir kun mana shu yerda yashab qolamiz. Mana tosh kerakmi? Daraxt bormi, daraxt? Yo'q, mayli. Ovoz eshitildi. Qani? Versang nomida men toshni birovning uchun toshim yog'ishtirmasini berdim-ku. Mana bitta to'xta, menga taxta ana daraxtni o'zini bering, daraxtni o'zini. Daraxt yo'qda. Yo'qmi? Chiqib kelaman undan. Bitta chiqib keling. Mana shu yerda turamiz. Fakil yasaymiz-da keyin undan. Ketdim. Sayr ketamiz. G'or ekan bu yoq. Bunisi taraf g'orga kirib ketakan. Keker ehtiyot bo'ling, maxluqlar bo'lishi mumkin. Ovoz eshitildi boya menga. Bilmayman. Rasm uchamiz, qo'y. Yo'q, mayli. Enderman bor ekan. Voy, bormi, omon qol. Muzaffar. Hozir o'lar Keker. Xudo olsa Keker o'lar. Yordam beraymi? Yo'q, o'zim sholaman. Ko'ryapsizmi? Men yordam bilan o'ldirdingiz. Rahmat. Tosh yog'och oling. Meni siz olib tushing. Voy, jon ketdi. Qani. Yo'q, aylanib yuraveramizmi? Qancha yog'och kerak? Farqi yo'q. Endi perol bilan. Yo'q, mayli. Bitta pechka yasayman. Men esa kuchayib turamiz unda. Maxluqlarni izlayman men. Qo'y o'ldiring, qo'y. Qo'y. Farqi yo'q, qanaqa bo'lsa. Hozir. Hozir. Nima bo'ldi, Keker? Zombi keldi. Sigir bor ekan.
Sigir bilmamki lekin qo'yda chiqadi lekin maxluq. Ana so'yik uz bilan ana bor edi-ku, bitta video one block. O'sha modda qo'shuvdik-da. Yomon quvdi lekin bizni. Qanchalik bo'lsa. Bir ko'ring uni. Mana bitta fakil yasadim, men bu yerga qo'yib qo'yaman. Men creeper bilan jang solaman. Creeper. Modlar o'z aniq qo'shdingizmi? Qo'shuvdim. Hammasini. Ikkinchi yaqin ishda bilim qotib hozirgi birinchisi ishlamay qolishmoqda bilmayman. Qancha vaqt video qilamiz? 1,5 soatliklar qilamizmi? Yo, mayo bizga hujum qilyapti. Muzaffar bos. Yemay, siz o'ldingizmi? Qarich mana shu yerda baza qildim. Muzaffar. Pashti baza bo'ldi mana shu yerda, lekin kichkinada mana shu yerga kattaytiramiz. Keker chiqib ketdi. O'zimiz kuchayamiz Muzaffar. Ketdik. Yo'may. Minecraft qo'shib ketdi birdan. Ayaqda yorug'lik ko'rinyapti Muzaffar. Qishloq topdim, qishloq. Ketdik. Mana bu yerda qishloq bor ekan. Bu yoqda maxluqlar bo'lmasa o'lgan. Qani bir narsalar bo'lsa olib chiqaylik. Yo, temir branjlet. Non. Temir branjletni kiy olish kerak edi. Yo, Muzaffarga hujum qilyapti o'rgimchaklar. Qishloq kichkinami? Yo, katta ekan. U taraflarda ham bor ekan. Bitta non yeb olsak. Odamni qorni chiqib qo'yapti personajimni. Muzaffar uxla. Muzaffar uxlab var bitta kravatga. Men yotdim-da. Muzaffar uxla. Alo. Urush bo'lyapti tashqarida. Nima qilyapti endi Muzaffar? Daraxtlar olish kerak. Muzaffar shu yerdamisiz o'zi? So'yik qanday? Kirdingmi yana? Biz qishloq topib oldik Muzaffar bilan. Bo'ldi. Muzaffar. So'yik ham kirdi o'zi. So'yik qansiz? Keker degan. Kiring, biz qishloq topib oldik. Uyimiz yonginasi ekan, biz ko'rmagan ekanmiz. Uni ham men topdim. Yo, keker, neger.
Yo, men o'laman hozir. O'laman. O'lib ketdim. Keker siz boshlab kelaymi? Ketdik keker. Yo, abi. Men hozir yana o'ldirar. Yuring. Yo, hozir yana o'laman men. Ketdik keker qishloqqa. Pechka ko'p bu yoqda. Yo, mana u tezligini. Qaydasiz keker? Biza ism yozilgan ismimiz tarafga qarab yurib ko'ring. Mana men yana kelyapman. Ketdik. Rostdan qochish bo'ladi siz lekin. Ketdik. Yo, yana uryapti men. Muzaffar, sen yaxshimisan? Keker kirgan, kekerni olib kelolmay yotibman men. O'laman hozir. Bu yoqda narsa yo'q ekan. Bu uyni tepasini uxlatmadim hali. Qanday qilib tepasiga chiqsam bo'lamaydi? Yo, tepa ikkinchi qavatdan bir qilib ketibdi. Keker kelyapsizmi? Qishloqdaman-ku. Shurdamiz. Korotchi, mana shu qishloqni rivojlantiramizmi keker? Bo'pmiz. Ovqat bormi? Ovqat ber. Ovqatmi? Hozir mana topgan ovqatim. Agar avval Yo, nima bo'ldi men? Mana bu yerga tarvuz ekilibdi. qo'ydim. Muzaffarim hamma uylarga kirib chiqmabdi. Bitta ikkita uylarga kirgan. Qishloq lekin normalniy katta ekan. Yo, g'orda ichida bitta uy bor ekan. Qani agar mobilni muzlab qo'yadi-ki. Mobil tuymayapti ham narsa. Men anota faolim aytgancha keker branchlet. Keker mana shu serverga yangi bir ikkita modlar qo'shish kerak ekan rosa. Xerabrin qo'shdingizmi yo'qmi? Bir-birlariga urmanglar, ey. Kim o'ldi bu yoqda? Qo'ng'iroq qo'piramiz. Qo'ng'iroq sol. Nima yozmoqchisan? Obuna bo'linglar, obunachilar, men Muzaffarim aytayapti. Muzaffar, sen o'z men kanalim bo'lasan.
Hamma yoq portlab yotibdi. Keker sizga hamma ovqatimni tashladim. O'zimni qolmay qolibdi. Muzaffar, terrasga chiqib qo'yamizmi? Keker oldimizga keling, ana rasmga tushyapmiz biz. Mana Muzaffar, bu yoqqa qara. Yo-mayo. Telefon o'chib qoldi-ku.